Hozir sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan bir nechta videolarni tomosha qilamiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Saturn tilidan yedi Barselona bilan Real Madrid o'yinida agar Barselona yutsa o'zimni suvga tashlayman degandi gapga destva qildi. Assalomu alaykum butun planeta. Xullas kalom, mujik сказал, mujik сделал. Erkak gapiga javob bergan Luboy vaqti Saturn ham xuddi shunaqa Luboy vaqti og'zidan chiqqan narsaga javob bergan. Real bilan Barsa o'yini. To'g'ri, Real mag'lubiyatga uchradi. Faqat raqamlar hisobida. Dasta o'yini biza yutqazmadi, chunki futbol o'ynash kerak edi. Biza bir taym 45 minut Barselonani futbolchilariga Real futbolchilari elandi. Iltimos futbol o'ynaylik deb. Faqat futbolgadan tortadi, sho'rtikdan tortadi. O'zi tarafchilar sho'rtikda bu yoqqa emas, Jizzaxga kiyib yuribdi. O'zi tushuntirardim demoqchi bo'lgan. Mayli ko'p gapirmay. Bo'ldi. Aytgan gapni og'zidan chiqqan so'zni bajaramiz. Hali uylanmagandim-da. Bizde taktika su bak. Xullas kalom Saturn doimo gapirgan, gapiga javob bergan. Bir vaqtlar Real to'xtatmasdan Barsani qoqib kelgandi. Bu safar El Clasicoda gaplashadi. Bu mayli. Saturn gapirdi, destva qildi gapiga. Xullas kalom 2026-yil hech qaysi bir muxlisimga yoki mana shu Instagram a'zolariga sovg'a bermagan ekanman. Mana shu $100 atadim. Faqatgina sizlardan bitta iltimosim, pulni yutib olish Telegramda osonroq bo'ladi. Mani istoriyada Telegramni qo'yib qo'yaman yoki tepada o'zimni shaxsiy Telegramga shunchaki kirasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Ertaga dushanba kuni 19-yanvar 21:00 da buni g'olibini Telegram kanalida aniqlab olamiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin, sizlarni yaxshi ko'raman. Realchilar paddishkani bosamiz. Barsachilarga shunchaki hali bu safargi El Clasicoda ko'rsatib qo'yamiz. Mana do'stlar, videoni birgalikda tomosha qildik. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Siz qanday fikrdasiz?